O'ng tomonda Bahridinova Malika 11-sinf o'quvchisi. Malika, qani? Mana shu. O'rtada 9-sinf o'quvchisi Orziyeva Kumushxon, qani? Chap tomonda Naziyeva Sabrina 9-sinf o'quvchisi. Mana shunday. 12ta paragraf bo'yicha, ya'ni 5 kundan beri qayta olayotgan mavzu bo'yicha zachot boshlandi. Malika 11-sinf sifatida boshlab beradi. Malika, organizmlarning xulq-atvori, muhitga moslanishdagi xulq-atvori va hayot siklini ekologiyaning qaysi bo'limi o'rganadi? Ekologiya yoki faktoriya. To'g'ri. Demekologiyaning ikkinchi nomi. Demekologiya yoki populyatsiyalar ekologiyasi. Biogenozlarning tuzilishi va xususiyatlarini qaysi ekologiya? Biogenozologiya. Biosfera evolyutsiyasiga insonning ta'sirini. Evolyutsiya. To'g'ri. Tarixiy ekologiya nimani o'rganadi? Tarixiy ekologiya bu inson sivilizatsiyasining, ya'ni neolit davrdan hozirgi davrgacha bo'lgan o'zgarishlarni o'rganadi. Neolit davrdan hozirgi davrgacha yuz bergan o'zgarishlarni. To'g'ri. Inson sivilizatsiyasini o'rganadi demak. Kumush. Ekologiya atamasini kim kiritgan? Noto'g'ri javob. Sabrina. Noto'g'ri javob. Malika. Ernest Gekkel 1866-yilda. To'g'ri. Kumush. Biogenez haqidagi ta'limotni kim yaratgan? Sukachev. Sukachev ta'limotida biogenez ikkita qismdan iborat deyiladi. Qaysi qism? Noto'g'ri javob. Sabrina. Biotinoz. Biotop va biotinoz. To'g'ri. Kumush. Biotinozdagi organizmlar 3 ta funksional guruhga bo'linadi. Qaysi? Produsent nima? Unga misol keltir. Produsentlar hosil qiluvchilar deyilib, ularga misol ko'k yashil fruktlar va xemosintezlovchi va fotosintezlovchi bakteriyalar misollar hamda siyanobakteriyalar. Produsent ma'nosi? Hosil qiluvchi degan ma'no. To'g'ri. Sabrina. Redutsent. Reduksiya nima? Reduksiya bu iste'mol qiluvchilar degan ma'noni anglatadi. Noto'g'ri javob. Kumush. Reduksentlar u parchalayman, destruktor, parchalayman yoki qaytaraman, tiklayman degan ma'noni anglatadi. Destro nima degani? Reduksiya nima degani? Destro qaytaraman, reduksiya parchalayman. Malika javob to'g'ri bo'ldimi? Shuni teskarisi destruktor parchalayman, reduksiya ortga qaytaraman. Reduksiya qaytaraman. Destro esa parchalayman. To'g'ri. Reduksentlarga kumush kimlar kiradi? Saprotrof bakteriyalar va parazit o'simliklar. Barcha hayvonlar va parazit o'simliklar. Noto'g'ri javob. Malika. Bakteriya va zamburug'lar. Tamam. Bakteriya va zamburug'lar edi. Konsumentlarga ta'rif beramiz. Kimlar misol bo'ladi? Sabrina. Konsumentlarda saprofit bakteriyalar va zamburug'lar kiradi. Noto'g'ri javob. Kumush. Saprotrof bakteriyalar va parazit o'simliklar misol bo'ladi. Ular oziq zanjiri bo'ylab energiyani o'sha hosil qiluvchilardan iste'mol qiluvchilarga uzatadi. Noto'g'ri javob. Malika. Konsumentlar ya'ni iste'mol qiluvchilar bo'lib, ularga hayvonlar va parazit va o'simliklar kiradi. Xo'p. Ularning vazifasi? Ularning vazifasi shu organik moddalarni iste'mol qilib, nima oxirgi mahsulot ko'rinishiga chiqarib berish. To'g'ri. Sabrina. Demak, namlikka bo'lgan talabga ko'ra o'simliklar 3 ta ekologik guruhga bo'linadi. Qaysi guruh? Namlikka bo'lgan talabga ko'ra o'simliklar 3 ta ekologik guruhga bo'linadi. Qaysi? Sabrina, javob kutyapmiz. Kumush. Kserofit, gigrofit va mezofit bo'ladi. Kserofit o'zi 2 xil bo'ladi, sklen va sklerofit.
Xerox. Quruq degan nima aytadi? Sukulentlar. Qanday o'simlik? Sersuv. Ma'nosi. Sersuv. Ta'rifi. O'sha to'qimalarda zaxira holida suv to'playdigan organizmlar va ularni o'sha to'plagan suvni tejab sarflaydi. Suvni zaxiralash va tejab sarflash kuzatiladi. Masalan, Ba'zilarida agava alar maledillo qo'ya sukulentlariga esa kaktus bilan sutlama hisoblanadi. Kaktusning barglari tikanga aylangan bo'lib, qo'ya orqali fotosintez jarayonini boshlaydi. Sabrina, sklerofitlar haqida ma'lumot ber. Sklerofitlar misol qilib o'rsiladi. Ularning sitoplazmasida yopishqoqlik bo'lib, ularning Kumush. Sklerofitlarda suvni ular zaxirada to'plamaydi, lekin ularda sitoplazma yuqori yopishqoqlikka ega bo'lganligi sababli suvni ushlab tura oladi. Ularning shu hujayra shirasi orqali osmotik bosim ta'minlanadi va bu bosim tufayli ular tuproqdan suvni shimishi kuchayadi. Ularda havo shu uchun ularda nasos o'simliklar deb ataladi. Misol keltir. Dizza chuqur yerga kirib borsa, saksovul bilan yantog' misol bo'ladi. Kichik sathli barglar yantog'da agar igna tangachasmon bo'lsa, saksovulda va archada bo'ladi. Ignasmonda qara. Ignasmon bo'lsa qarag'ay, qora qarag'ay. Va yana ayrim o'simliklarda Sabrina. To'g'ri. Malika. Fotonastia, fototrapizm, fotoperiodizm, fototaksis, fotoperiod 5 ta ataman ta'rifi bilan juftlab ayt. Fototropizm bo'lsa o'simliklarning yorug'likka tomon o'sishi bo'ladi. Fotonasiya bo'lsa sutkaning yorug'lik va qorong'ulik vaqtining almashilishi bo'ladi. Fototaksis bo'lsa bu nima? Erkin harakatlanuvchi sodda hayvonlar va bir hujayrali tuban tuzilgan o'simliklarning yorug'likka tomon harakati hisoblanadi. Fotoperiod bo'lsa bu kun uzunligi, fotoperiodizm bo'lsa bu kun uzunligiga o'simliklarning mavsumiy moslanishi hisoblanadi. Bo'lim. Fotonasiyaga misol ayt. Fotonasiya bo'lsa, ya'ni kunduzi ochilib, tunda yopiladigan qo'rqo'yit bilan lo'lak bo'ladi. Tunda ochilib, kunduzi yopilsa, buni moshon bo'ladi. To'g'ri. Kumush. Kun uzunligi, ya'ni fotoperiod qanday biologik jarayonlarni boshqaradi? Fasllarning almashishi. Noto'g'ri javob. Sabrina. Shu mavsumiy va kunning yorug'lik mavsumiy almashish. Noto'g'ri javob. Shu savolga Malika javob beradi. O'simliklarning gullash, unishi, meva tugishi, hosil qilishi, xazon rezguligi va tinim davriga o'tishi, hayvonlarning esa migratsiya qilishi, turlashi va uyquga ketishi. Ana shunday. Bugun boshqacha Malikani javob berishlari. Mana bo'lar ekan-ku Malika. Xayriyat, oxirgi paytlarda hafsalamchaqa pir bo'layotganida ishongan o'quvchim nimaga bu qadar orqalarda qolib javob beryapti deb. Shu kamera oldiga o'tirg'izim kerak ekanda sizni. Rahmat o'qituvchingizga. Xo'sh. Kumush, keyingi savol. Atmosferaning yuqori chegarasida quyosh davomiyligi deb ataladigan birlik nechaga teng? 1380 volt per metr kvadrat.
Biologik nuqtai nazardan quyosh nurlari 3 xil spektrga bo'linadi. Ultrabinafsha, ko'rinadigan infraqizil. Qaysi nurlar ta'sirida bakteriyalar halok bo'ladi? Ultrabinafsha nurlarning uzun to'lqinli, Qaysi nurlar esa ozon ekrandan o'tmaydi? qisqa to'lqinli, To'g'ri. Qaysi nurlar ta'sirida ko'z to'rparida pigmenti sintezlanadi? uzun to'lqinli nurlar. Uzun to'lqinli. Asosiy issiqlik manbai bu. Quyosh. Qaysi nur? Infraqizil nurlar. Ana shunday. Sabrina, qaysi nurlar barg og'izchalar orqali karbon angidrid gazining yutilishida muhim? Dammi o'tiringlar. Ha? Infraqizil nurlar. Infraqizil nurlarni qaysi organizmlar to'qimalar orqali yutish xususiyatiga ega? Qaysi organizmlarda esa infraqizil nur tunda ov qilish uchun yordam beradi? Tunda ov qilish bo'lsa, bo'yqush bilan o'qib bo'ladi. Yo'q, Kumush. Tunda o'qish uchun ko'rinadigan nurlar. Noto'g'ri javob. Savollarimga Malika javob bersin. Maxsus organlari bilan tunda o'qiladigan kalmar yo'q mashaqqatli bo'ladi. To'qima organlari bo'yicha o'simliklari bo'ladi. Noto'g'ri javob. O'simliklar va hayvonlar qabul qiladi degan bo'ldi. Barcha o'simliklar, barcha hayvonlar to'qimasi orqali mana shu issiqlik nurlarini yutadi. Malika, keyingi savol. Jadvaldan savol beryapman. Suv yo'qotilishiga fiziologik chidamlilik ikkita qatorga ketgan. Fiziologik chidamlilik. Suv nima ko'p suv yo'qotsa ham hayotini saqlab tursa bu 100 40 va 40 bo'g'im nishonlik bo'ladi. Agar tezda tiklasa, unga yong'oqchangi bilan tuya kiradi. To'g'ri javob bo'ldi. Demak, suv yo'qotilganda tana massasini tezda tiklaydi. Bu yong'oqchangi va tuya uzoq vaqt saqlanadi hayot faoliyati. Bu sporali o'simliklar va lishayniklar. Kumush. Kun uzunligiga nisbatan javob reaksiyasi ko'ra o'simliklar 3 ta guruhga bo'linadi. Uzun kun, qisqa kun, neytral. Qaysi bir o'simliklar tropik va subtropik mintaqalarda o'sadi? Qisqa kun, Mo'tadillik mintaqalarda. uzun kun, Gullashi kun uzunligiga bog'liq bo'lmagan o'simliklar qaysi? neytral. Qaysi? No'xat, no'xat. Lola bilan qo'yatni qayerda o'qidik? Fotonastiya hodisasida kunduzi ochilib, tunda yo'qoladi. Kunga boqar gulning quyosh chiqqandan to botgunga qadar burilib turishi qaysi jarayonga misol? Fototropizm. Fototropizm, trope nima degani? Fotos nima? Fotos yorug'lik, Trope? Malika. Trope? Burilish degani edi. Kumush kun qisqa bo'lsa va yorug' yetishmasa, bu o'simliklar o'sishda davom etadi, lekin gullamaydi. aynan shu xususiyati Ekish vaqtidan beri ular qaysi kun o'simliklari? qisqa kun o'simliklar. Qisqa kun o'simliklari. O'ylab ko'rdingmi? Malika, Uzun kun o'simliklar. Malika. Aniqmi? Ayt. Uzun kun o'simlik. Ha? Karam, sholg'om, rediska, sabzi, piyoz, kartoshka. Karam, piyoz, rediska, sabzi, karam, kartoshka deymi? Sabzi, piyoz, kartoshka. 6 o'simlik demak. Qisqa kun o'simliklari kumush. Kartoshka bo'l, shoyigul, qalampir, baqlajon, pomidor, bodring, g'o'za, xrizantema va qulupnay. Ha. Sabrina. Asosiy topografik omillardan biri bu qiyalikning tikligi, qiyalikning ekspozitsiyasi va balandlikdir. Unda aytkinchi, ksirofit o'simliklar qaysi birida o'sadi? Tik qiyaliklarda. Nima uchun? chunki ularda suv kam bo'ladi. Noto'g'ri, suv juda ham ko'p qiyada. Kumush. U yerda suv ta'sirida tuproq yuvilib turadi va tuproqning unumdor qatlamini kamaytiradi. To'g'ri. Aminsalizm nima, Sabrina? Aminsalizm bu bir populyatsiya ikkinchi populyatsiyaga salbiy ko'rsatadi, lekin birinchi populyatsiya na naf na zarar qiladi.
Misol uchun, Unga yo'riqsevar daraxtlarning tagida o'simliklarning o'sishi, keyin mo'g'ul urug'ining tashqi muhitga antibiotiklarni chiqish. to'g'ri. Sabrina, balandlik ortgan sari qaysi omillar ortib boradi? Qaysi omil kamayadi? Balandlik ortgan sari harorat bilan atmosfera ortib boradi. Kumush. Balandlik ortgan sari havo harorati va atmosfera bosimi kamayadi va yog'an quyosh radiatsiyasi va shamol kam ortib boradi. Yog'ingarchilik miqdori, shamol tezligi, radiatsiya kuchi. 3 narsa ortadi, 2 narsa kamayadi. To'g'ri. Xo'p, yetadi. Demak, Malika bugun yaxshi tayyorlanib kelibdi. Rahmat. 5 bahosi bugun Kumushga 4, Sabrinaga 3 baho. Joylarini egallanglar.